Nozimbek Zaripov 2025 nomli Telegram botga yangi kontentlar qo'shishda davom etamiz. Bizda hozirgacha demak bizda o'sha YG bazasidagi savollar va attestatsiyaga tushgan namunaviy savollar qo'shib borilyapti. Va bizda yangi 2025 bahor degan tugma hosil bo'ldi. Ya'ni shuni joylashtirdik va bu tugmani tanlaydigan bo'lsak, bizda mana ikkita tugma mavjud yana. Bu yerda onlayn repetitsiya testlar yechimi mana videoni bosadigan bo'lsak, demak mana shu onlayn repetitsiya tushgan testlarni video ko'rinishdagi yechimi har bittasi keltirilgan. Bundan tashqari biz mana bu YG 8 qismni qo'shdik. Ya'ni bizda kuzgi 2024da tanlaydigan bo'lsak, bunda mana bu yerda mana 7 ta qism bor va biz endi yangi, ya'ni bosh menyuga qaytish qilamiz. 2025 bahorgi tugmaga keyingi qismlarni mana shu tugmaning ichiga joylashtirib ketamiz. Hozir biz YG mana 8 qismni joylashtirdik. Shuni tanlaydigan bo'lsak, bizga mana shu mantiqiy amallar, mantiqiy ifodalar, mantiqiy funksiyalarga doir, o'sha bizda implikatsiya, konyunksiya, disjunksiyaga doir murakkab YG bazasidagi savollar keltirilgan. Test ko'rinishda birinchi testni bajaramiz, javobini tanlaymiz. Masalan, B javob mana to'g'ri ekan va bizda xuddi shuni yechilishi video ko'rinishda, video dars ko'rinishda mana keltirib berilyapti. Yoki ikkinchisini yana tanlaymiz, mana xato. Buni ham video darsi mana shu 3-4 minutda bajarib ko'rsatilgan. Ya'ni bizda Telegram botimizda hozircha YG bazasidan 400 ga yaqin testlar va har birini video tahlili joylashtirildi. Yana kontentlar qo'shishda davom etamiz.